Hammaga salom, xayrli kech, aziz tinglovchilar. Bugun 7-iyun, Toshkentda kechki payt soat 10 yana bir bor jonli efirda sizlar bilan diydor ko'rib turganimizdan xursandmiz. Umid qilamizki, hammada hafta yaxshi o'tdi. Bugun biz tinglovchilarning izohlariga javob beramiz va muhokama qilamiz. Efir davomida sizlarda savol paydo bo'lsa, marhamat yozishinglar mumkin. Boshida doimgidek bitta aloqani tekshirib olsak, menimcha biroz yana Telegramda aloqa uzilyapti. Hozir harakat qilamiz to'g'irlashga. Endi menimcha hozir endi yaxshi eshitilyapti. Yana bir bor hammaga salom, aziz tinglovchilar. Bizni Instagram va Telegram orqali tinglayotgan hurmatli birodar opa-singillar, bugun biz kelishganimizdek tinglovchilarning izohlariga javob beramiz va ularni muhokama qilamiz. Efir davomida sizlarda savol paydo bo'lsa yoki biron bir izohinglar bo'lsa, bemalol yozib qo'yinglar mumkin. Ham Telegramga, ham Instagramga. Biz izohlarni o'qishga va ularga javob berishga harakat qilamiz. Menimcha, lekin nimagadir yana Telegramda biroz uzilish bo'lyapti. Menimcha Instagram orqali normalniy ketyapti. Telegramni hozir yana bir marta qilib ko'ramiz. Instagram orqali bizani tinglayotganlar Instagramda yaxshi eshitilyaptimi? Telegramni esa hozir sozlashga harakat qilamiz. Nimagadir bizda doim aynan Telegramda muammo bo'lyapti. Mana yana Telegramni boshqatdan yangi efirni boshladik. Eshitilyaptimi, yo'qmi Telegramda? Biroz internet pand beryapti bizga. Biz harakat qilamiz hozir. Yaxshi, menimcha endi hammasi yaxshi ishlayapti. Telegram orqali bizani tinglayotganlar Telegramda eshitilyaptimi yoki Telegram yana yo'q bo'lib qoldimi? Telegram orqali bizani tinglayotganlar iltimos yozib yuborsanglar, Telegram orqali eshitilyaptimi yoki yo'qmi? Biz xursand bo'lardik. Uzr so'rayman, biroz nimagadir internet pand beryapti. Yaxshi, efirimizni boshlaymiz va men o'ylayman, hali efir davomida savollar bo'lsa, hali ularni muhokama qilamiz. Demak, bugun yakshanba kuni naqadar ajoyib kun. Bugun biz kelishdik, biroz bizaga Instagram va Telegramdan kelib tushgan izohlarga javob beramizda. Va birinchi men o'qib o'tmoqchi bo'lgan izohim bizaga Instagramda bitta obunachimiz yozibdilar. Bu qo'yilayotgan gaplar qaysi kitobdan olinyapti? Shu haqida biroz gaplashsak, o'zi biza jonli efirda yoritadigan mavzularimiz va shu hayot nafasi sahifasida qo'yiladigan mavzular asosan qaysi kitobdan olinadi? Qaysi kitobdan olinadi deganda, misol uchun qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni
muqaddas kitob deymiz. Muqaddas kitob ko'pchilik biladi, ya'ni o'z ichiga juda ham ko'p kitoblarni o'z ichiga oladi. Ya'ni 66 ta kitobdan iborat muqaddas kitob. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, kitoblarni to'plami deb ham aytsa bo'ladi. Va bu 66 ta kitobdan 39 tasi qadimgi ahdga tegishli va 27 tasi yangi ahdga tegishli. Ya'ni Iso Masih yer yuziga kelishidan oldin qadimgi ahd kitoblari bor 39 ta va Iso Masih yer yuziga kelib, shu yer yuzida o'zining xizmatini bajarib, o'lib va qayta tirilgandan keyin osmonga ko'tarilib ketgandan keyin uni shogirdlari tarafidan yozilgan kitoblar bor, ya'ni xabar kitoblari, maktub kitoblari va shu kitoblar 27 ta kitobni o'z ichiga oladi. To'lalig'icha gapiradigan bo'lsak, ya'ni 66 ta kitob va biza shu to'plamni, ya'ni kitoblar to'plamini muqaddas kitob deb ataymiz va o'zimizni sahifamizda shu muqaddas kitobdagi so'zlarga asoslangan holda so'zlarni yoritib boramiz, shu so'zlar bilan bo'lishamiz. Qanchalik biz shu gaplashayotgan mavzularimiz va umuman muqaddas kitobda yoritilgan mavzular ishonchli, chunki mana bitta obunachimiz yozibdilar: Hasanov Anvar Oltinoy. Sulaymon alayhissalomga tuhmat qilding va endi to'qinib so'z yozibdilar, buni o'qib o'tirmayman. Nima deya olasiz shunga? Ya'ni qanchalik muqaddas kitobga ishonsa bo'ladi. Undan iborat to'g'ri, to'g'rimi? Ya'ni muqaddas kitobga ishonish uchun asoslar juda ham ko'p. Ya'ni bu tarix tarafidan yoki bo'lmasa arxeologiya tarafidan, boshqa fanlar tarafidan, ilohiyatshunoslik tarafidan juda ham katta asoslarga, dalillarga ega bo'lgan kitob. Ya'ni oddiy misol keltiradigan bo'lsak, men bu haqida gapirgan edim. Ya'ni bugungi kunda bizni qo'limizda 1947-yilda topilgan 2-asrga tegishli qo'lyozmalar bor. Va shu 2-asr, ya'ni bizning eramizdan oldingi 2-asrga tegishli qo'lyozmalarni bugun biza qo'limizdagi muqaddas kitob bilan solishtirishimiz mumkin va o'sha bizning eramizdan oldingi 2-asrga tegishli qo'lyozma bilan bugungi muqaddas kitob deyarli farqi yo'q. Shu narsani o'zi bizga shuni ko'rsatadiki, ya'ni muqaddas kitobga to'lig'icha ishonsa bo'ladi. Endi qanchalik bu kommentatorni izohlari haqiqatga yaqin. Ya'ni Sulaymonga tuhmat qilding deb shu post egasini ayblayaptilar ular. Endi men bu odamni bilimini, saviyasini bilmayman, lekin gap so'zlaridan shu ko'rinib turibdiki, ya'ni o'zlari menimcha Sulaymon haqida deyarli hech narsani bilmaydilar. Misol uchun muqaddas kitobda eskatdi, biza Sulaymon haqida keragidan ko'proq ma'lumotni bilishimiz mumkin. Sulaymon qayerda tug'ilgan, uni otasini ismi kim bo'lgan, Sulaymon nima ish qilgan, nima ishlar qilgan, ya'ni Sulaymon haqida yetaridan ortiq ma'lumotlar bor. Va biza o'z sahifamizda misol uchun Sulaymon haqida biron bir narsani yoritib bergan bo'lsak, ya'ni shu qadimgi ahd kitoblariga asoslangan holda yoritib berganmiz. Lekin bu do'stimiz agar shunaqa izoh qoldirgan bo'lsalar, menimcha bu do'stimiz, ya'ni Sulaymon haqida yetarlicha ma'lumotga ega emaslar. Qolaversa, bu izohni tagida so'kib yozganlar, men o'ylayman, agar inson, ya'ni payg'ambarlar haqida gapirayotgan bo'lsa, ilohiy narsalar haqida gapirayotgan bo'lsa, qanaqadir Xudoga tegishli narsalar haqida gapirayotgan bo'lsa va shu paytni o'zida odam so'kib gapirayotgan bo'lsa, ya'ni bu inson aslida Xudoni tanib bilmagan, faqatgina shunaqa bir
fanatik insondek xolos. O'zi mana siz so'qish haqida hozir gapirdingiz. Biz ko'p ko'ramiz izohlarda faqat Hayot nafasi sahifasida, balki boshqa sahifalarda ham juda ko'p ko'ramiz so'kinish so'zlarini. Ayniqsa, masihiylarga nisbatan ishlatilgan haqorat so'zlari, kamsitish, so'kinish so'zlari. Nima deb o'ylaysiz, buning sababi nimada? Endi bu bir tarafdan ajablanarli holat emas. Chunki biz bilamiz, ya'ni bu haqida Iso Masihning o'zi ham gapirib o'tgan. Misol uchun, tinglovchilarimizga Matto Injili 5-bobni o'qib berishingiz mumkin. 11-12 oyatlarni. Mhm. Matto Injili 5-bob 11-12 oyatlar. Demak, bu yerda Iso so'zdan aytyapti. Odamlar men tufayli sizlarni haqoratlab quvg'in qilganlarida, sizlar haqingizda yolg'on gapirib tuhmat qilganlarida baxtlisizlar. Sevininglar, xursand bo'linglar. Sizlarni osmonda buyuk mukofot kutmoqda. Axir sizdan avval o'tgan payg'ambarlar ham xuddi shunday quvg'in bo'lganlar. Iso buni o'zini izohlariga nisbatan gapiryaptimi? Ya'ni o'sha paytdagi o'zini shogirdlariga, uni orqasidan ergashgan insonlarga shu so'zlarni gapiryapti. Ya'ni men tufayli sizlarni haqoratlashadi va men tufayli mani ismim uchun sizlarni haqoratlashganda xafa bo'lishga hojat yo'q, balki xursand bo'ling. Ya'ni Iso Masih so'zlarida davom ettiryapti. Ya'ni oldingi payg'ambarlarni ham xuddi shunaqa yo'l tutishgan. Ya'ni Xudodan kelgan shaxslarga nisbatan shunaqa so'zlarni ishlatgan. Menga nisbatan ham shu so'zni ishlatishyapti va ertaga men sizlarga ham shu so'zlarni ishlatishadi. Shuning uchun nima deydi? Ya'ni bu narsa kecha boshlanmagan. Bu narsa o'sha Iso Masihni davrida ham bo'lgan. Hattoki Iso Masihga nisbatan ham shunaqa haqorat so'zlari yangragan, uni shogirdlariga nisbatan bunaqa so'zlar gapirilgan va bu narsa bugungi kungacha davom etib kelyapti. Ya'ni biz bitta tomondan aytishimiz mumkin, bu odamlar masihiylarga nisbatan so'kinish so'zlari, haqorat so'zlarini ishlatishganda ular ma'lum bir ma'noda Iso Masih aytib ketgan bashoratni amalga oshirib Albatta, ya'ni agar Iso Masih bu haqida gapirmaganda biz hayron bo'lishimiz mumkin edi. Nimaga biz Iso Masihga aytyapmiz va biz mana shunaqa haqorat so'zlarni eshityapmiz. Lekin bu haqida hozir siz faqatgina 5-bobdan o'qib berdingiz. Lekin Injilda biz bunaqa joylarni juda ham ko'p ko'rishimiz mumkin. Xabarlarda, maktublarda, ya'ni doim shu haqida gapiriladi. Ya'ni sizlar Masihning nomi uchun haqoratlanasizlar, sizlar Masihning nomi uchun azob chekasizlar. Mana hozir yana bitta oyat esimga tushdi. Yuhanna Injili 16-bobda ham ajoyib so'zlarni aytib o'tgan Iso Masih 16-bob 1, 2, 3 oyatlarda. Men bu gaplarni sizlar to'g'ri yo'ldan ozmanglar deb aytdim. Sizlarni sinagogalardan haydab yuboradilar. Hatto shunday zamon keladiki, sizlarni o'ldirayotgan har bir kishi bu bilan Xudoga xizmat qilyapman deb o'ylaydi. Ular bu ishlarni samoviy odamni va meni tanimaganlari uchun qiladilar. Amin. Ya'ni odamlar ya'ni masihiylarni quvg'in qilishi oqibatida yoki bo'lmasa qanaqadir azob yetkazish orqali ular o'zicha o'ylaydi, ya'ni Xudoga xizmat qilyapman deb. Lekin bu narsalar amalga oshishidan oldin Rabbimiz Iso Masih bu haqida ogohlantirib ketgan. Shuning uchun bugungi kunda biz masihiylarga nisbatan juda ham ko'p haqoratlarni, tahdidlarni eshitishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Hattoki hech kimga bu sir emas, ya'ni ba'zi davlatlar bor, hattoki masihiylarni ya'ni o'ldirishadi, ochig'ini aytganda. Men misol uchun juda ham ko'p masihiylarni taniyman, qaysiki o'zini iymoni uchun, o'zini ishonchi uchun o'lim jazosini bo'yniga olgan. Va bu yengil emas. Aslida
masihiylarga nisbatan haqorat so'zlari, so'kinish so'zlari shu ancha birinchi asrlardan doim bo'lib keladigan narsa. Ya'ni ikkita davrdan boshlangan. Buni biza muqaddas kitobda ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni avvalambor Masihni o'ziga nisbatan, ya'ni tuhmatlar bo'ldi. Masihni o'ziga nisbatan haqorat so'zlari bo'ldi. O'sha davrdagi din ulamolari tarafidan Masihga nisbatan juda ham katta qarshiliklar bo'ldi. Iso Masihdan keyin uning izdoshlari, ya'ni havoriylarga nisbatan juda katta quvg'inlar bo'ldi. Hatto biz bilamiz, ya'ni ba'zi insonlarni, ya'ni o'sha birinchi asrda Masih uchun o'ldirishdi. Bulardan biri Stefan. Agar bu haqida chuqurroq gapiradigan bo'lsak, deyarli Masihni barcha shogirdlari hammasi, ya'ni o'zini o'limi bilan deyarli o'lgani yo'q. Hammasi Masihni nomi uchun azob chekib o'ldirildi. Va bu narsalar, ya'ni 1, 2, 3 asr va bugungi kungacha davom etib kelyapti. Hatto biz tarix manbalaridan shuni bilamizki, 2, 3 asrlarda Rim imperatorlari tarafidan qancha minglab masihiylar, ya'ni o'zini jonini fido qilishdi. Ya'ni biz bilamiz tarixdan ularni she'rlarni orasiga tashlashdi. Biz bilamiz tarixdan Iso Masihning izdoshlarini shu ko'chadagi ustunlarga qoqib, ularni shu ko'chani yorib tursin deb yoqishdi. Ya'ni 3 asrgacha masihiylik juda ham katta quvg'inga uchradi va juda ham ko'p Masihning izdoshlari shu o'zini tabiiy o'limi bilan emas, balki shu o'ldirilish orqali o'lib ketdi. Tushunarli. Yana bitta izohni o'qiyman. Umida Abdujabborova bizga Instagramda xristianlikka o'tib ketgan sotqinmisizlar degan izoh qoldiribdilar. Endi qiziq izoh. Xristianlikka o'tib ketganmisizlar, sotqinlar. Ya'ni agar bu izohga chuqurroq qaraydigan bo'lsak, ya'ni sotqinlar deyib so'zini o'zi bu yerda mantiqsiz. Sabablari, birinchidan, har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilish huquqiga ega. To'g'ri. Bu Xudo tarafidan ham berilgan tanlov va qolaversa, agar biza shu konstitutsiyaga asoslangan, misol uchun davlatda yashasak, davlat qonunlarida ham bu narsalar belgilab o'tilgan. Ya'ni xohlagan odam e'tiqodidan qat'iy nazar xohlagan e'tiqodiga ishonishi mumkin, xohlagan diniga ishonishi mumkin yoki bo'lmasa hech qanaqa dinga ishonmasligi mumkin. Shuning uchun sotqinlar deyish so'zini bu yerda ishlatish, men o'ylayman, men nazarimda ozgina mantiqsiz. Qolaversa, ya'ni nimani odam sotibdiki, masihiylikka o'tibdi. Bu ham ozgina odamni o'ylantiradigan narsadir. Ya'ni misol uchun men oldin kimgadir nimadir va'da berganman va shu va'damni bermay, va'damni ustidan chiqmasdan boshqa narsani qilib ketsam, meni kimdir sotqin deb ayblasa. Lekin men o'zimni erkin irodam bilan shu o'zimni yo'limni, o'zimni e'tiqodimni tanlasam, men hech kim oldida, ya'ni sotqin hisoblanmayman. Shu uchun siz hozir aytyapsiz, masihiylikni tanlash umuman har qanaqa dinni tanlash yoki umuman hech qanaqa dinni tanlamaslik odamni ixtiyoriy tanlovi. Bu haqida haqiqatan konstitutsiyamiz gapiradi, vijdon erkinligi haqida. Lekin nima uchun bugungi kunda bizani jamiyatda aynan Iso Masihga ishonadiganlarga bir salbiy qarash bor? Nima deb o'ylaysiz? Chunki mana hatto hozir kommentariylarni o'qimoqchi edim, qarasam, asosan hammasi shunchaki so'kinadigan so'zlarda. Buni sababi nimada? Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, buni sabablari ko'p. Birinchi sabablardan bittasi, ya'ni boya gapirib o'tganimizdek, Iso Masihni o'zi bu haqida ogohlantirib ketdi va siz juda ham to'g'ri fikr bildirdingiz. Demak, bu narsalar Masihni so'zlarini, ya'ni amalga oshirayotganini ko'rsatadi dedingiz. Bu birinchi sabablardan bittasi desak bo'ladi.
Yana bir sabablardan biri men o'ylaymanki, ya'ni bilasizmi, shayton harakat qiladi haqiqatni ko'rsatmasligiga. Shayton harakat qiladi haqiqatni yopishga. Va biza muqaddas kalomdan bilamiz, ya'ni bu yerda shunaqa so'zlar yozilgan. Bu dunyoni hukmdori deydi, odamlarni ruhiy ko'zlarini ko'r qilib qo'ygan, toki ular Xudoning suratini ko'rmasliklari uchun deydi. Ya'ni odam ruhan ko'r bo'lgandan keyin, ruhan kar bo'lgandan keyin u haqiqatlarni ko'rish u uchun imkonsiz. Va shu sababdan ham, ya'ni odam haqiqatni ko'rmagani uchun ham, ko'zlari ruhan ko'r bo'lgani uchun ham shunaqa har xil bitgan so'zlar bilan haqoratlashga o'tadi. Hozir judayam qiziq fikr etdingiz. O'zi Hayot nafasi sahifasida asosan Xudo haqida, muqaddas kitob haqida yoziladi-da va kommentatorlarni orasida, izoh qoldiradigan insonlar orasida turli din vakillari bor. Va ba'zi din vakillari haqiqatan juda ko'p so'kinish so'zlari ishlatishadi, haqorat qilishadi, yomon so'zlar, tahdidlar juda ko'p ishlatishadi va men doim shunaqada hayron bo'laman, qanaqa qilib o'zini iymonli deb biladigan inson, Xudoga ishonadigan, farqi yo'q, qaysi dinga tegishli bo'lsa hamda. Chunki masalan, o'zimni olib qarasak, hech kim bir-biriga so'kinadigan bo'l, yomon inson bo'l deb o'rgatmaydi-da. Hammayam o'z yo'lida yaxshilik o'rgatishga harakat qiladi. Dinlar, payg'ambarlar. Lekin nimagadir ba'zi insonlar o'zini iymonli deb turib, og'zidan bizani o'zbekchada aytganda shodi kirib boda chiqadi deydimi? Shunaqa. Ya'ni qanchalik bu odamlar haqiqatan bir Xudoni yo'lida yurishda, Xudoni tanib bilgan yoki Xudoga bir iymoni bor desak bo'ladi. Bu o'zi Xudoga bo'lgan iymon bilan so'kinish, yomon so'zni ishlatish, kimnidir haqorat qilish, qanchalik bu ikkita narsa qo'lma-qo'l yurishi mumkin o'zi. Bilasizmi, avvalambor shuni biza aytib o'tishimiz kerak. Aslida bizni odamlarga nisbatan achinish ko'zlari bilan qaraymiz. Ya'ni men o'zim ham doim shunaqa izohlarga ko'zim tutib qolsa, u insonga nisbatan nafrat emas, balki achinish hissi bo'ladi. Negaki, ya'ni shu odam shunchalik Xudoni haqiqatlaridan yiroqki, ya'ni bir paytni o'zida ham Xudo haqida mulohaza yuritmoqchi va bir paytni o'zida aytganingizdek, ya'ni og'zidan shunaqa bo'lar bo'lmas so'kinish so'zlari chiqyapti. Mantiqqa zid narsa. Qiziq narsa-da. Adashmasam, Yoqub Injili 1-bobda 26-oyatda ajoyib so'zlar yozilgan va Yoqub maktubi juda ham ajoyib maktub hisoblanadi. U yerda til haqida juda ham ko'p yozilgan. Va shu qatorida 1-bob 26-oyat. Bu yerda shunaqa so'zlar yozilgan. Agar siz o'zingizni dindor hisoblab, tilingizni tiymasangiz, o'zingizni o'zingiz aldagan bo'lasiz va sizning bunday din-diyonatingiz befoydadir. Amin. Ya'ni odam o'zini dindor hisoblasa-yu, lekin shu paytni o'zida u tilini tiyishni bilmasa, ya'ni tilidan har xil bo'lar bo'lmas so'zlar chiqsa, ya'ni soxta dindor desak noto'g'ri bo'lmaydi. Va shu Yoqub maktubida biz yana o'qishimiz mumkin. Misol uchun Yoqub aytadiki, bir paytni o'zida daraxt ham yaxshi meva ham yomon meva bermaydi deydi. To'g'ri. Ya'ni yo daraxt yaxshi daraxt bo'ladi va uni mevasi ham yaxshi bo'ladi, yoki daraxt yomon bo'ladi va uni mevasi ham yomon bo'ladi. Lekin agar bir paytni o'zida ham yaxshi narsa ham yomon narsa chiqayotgan bo'lsa, demak odam Xudodan juda ham yiroqda. Keyin esingizdami? Shu
xabar kitoblarida Iso Masihni bir necha karra gapirgan shunaqa ajoyib so'zlari bor. U yerda Iso Masih aytadiki, ya'ni odamni yuragi nimaga to'lib tortsa, o'sha narsa uni tiliga chiqadi deydi. Juda to'g'ri gap. Ya'ni til o'zidan o'zi bu so'zlarni gapirmaydi. Avvalambor yurak shunaqa ya'ni yomon narsalarga to'lib tortishi kerak. Ana o'shandagina yurakdagi narsalar tashqariga, ya'ni tili orqali chiqishni boshlaydi. Va bu odamlar uchun men o'ylayman, ya'ni biz ibodat qilishimiz kerak. U odamlarni asosiy muammosi ularni ichki dunyosi, ya'ni shunaqa g'aflatga to'lib tortgan. Va ichki muammodan faqat yagona tirik Xudo ozod qilishi mumkin. Odam qanaqadir diniy urf odatlarni bajarishi orqali, qanaqadir amallarni bajarishi orqali o'zini qalbini, yuragini o'zgartira oladi. Ya'ni xuddi yoqib aytgandek, qanaqa amallar qilishmasin, o'zini dindor ko'rsatishga harakat qilishmasin, balki o'zlari ham o'zligini dindor deb bilishadi, lekin Xudoni oldida buni hammasi befoyda, hech qanaqa qadriyatga ega emas. Xuddi shunaqa, ya'ni Xudo avvalambor bizani amallarimizga emas yoki og'zimizdan chiqayotgan qanaqadir so'zlarga emas, balki avvalambor bizani yuragimizga qaraydi, ya'ni ichki holatimizga qaraydi. Ya'ni bizani yuragimiz nimaga to'lib tortgan, bizani qalbimiz nimaga to'lib tortgan. Chunki men chiroyli gaplar gapirishim mumkin, qanaqadir diniy so'zlarni chiroyli yetkazishim mumkin. Lekin shu paytni o'zida, ya'ni ichim har xil bo'lar bo'lmas g'aflatga to'lib tortgan bo'lishi mumkin. Ya'ni biron bir misol uchun idishga biza ichiga nima solsak, idish tashqari tarafdan juda ham chiroyli bo'lishi mumkin. Juda ham chiroyli, qimmatbaho ko'rinishi mumkin. Lekin agar uning ichida iflos narsa bo'lsa, shu idishni siqsangiz yoki idishni sindirsangiz, albatta ichidagi ifloslik tashqariga chiqadi. Shunga o'xshab ham, ya'ni insonlarni ham bir idish deb oladigan bo'lsak, ramziy ma'noda, inson tashqi tarafdan shunaqa dindor ko'rinishi mumkin, chiroyli, obro'li ko'rinishi mumkin, lekin bu insonni agar siz biron nima deydi, qanaqadir ta'sir o'tkazsangiz, ya'ni shu insonga biroz bosim o'tkazsangiz, uni albatta ichidagi shu to'lib tortgan narsasi tashqariga chiqadi. Yana bitta izohni o'qiyman. Buni Instagramga Arifjonov Azizbek 03 yozibdilar. Sizlar diningizni tilini yoki Xudoyingiz Isoni tilini bilmaysizlarmi? Bilmasangiz men aytib qo'yay. Iso alayhissalom yashagan Falastinda o'sha paytda oromiy tilda gapirishmaganmi? Yo'q demang, buni inkor qila olmaysiz. Grek yozuvi butga sig'ingan. Shu tilda gaplashadigan xalq diningiz kelganda ham hatto ancha vaqt butga sig'ingan yoki o'zini qandaydir xudolariga sig'ingan. Yana shu tildagi Injilni xushxabar deysizlar. Yo'q, haqiqiy xushxabar Iso yashagan zamondagi oromiy yozuvida bo'lgan, u yo'qolib ketgan. Albatta bunda ham bir hikmat bor. Nima deysiz shunga? Endi izohni o'zi ko'rsatib turibdi, bu insonda endi xafa bo'lmasinlar-yu, umuman bilim yo'q bu sohada, balki boshqa sohalarda bilimlari bordir-u, lekin aynan ko'rinib turibdi. Din, ya'ni shu ilohiyatshunoslikda, ya'ni aynan masihiylikka tegishli bo'lgan ilohiyatshunoslikda bu insonda hech qanaqa bilim yo'q. Avvalambor u davrda nafaqat aromiy tili bo'lgan, balki qadimgi yunon tili ham bo'lgan. Bundan tashqari biz bilamiz, ya'ni lotin tili bo'lgan va ibroniylarni o'zini tili ham bo'lgan. Bu uchun bir paytni o'zida biza bemalol buni tasdiqlashimiz mumkin. Ya'ni Iso Masih kamida 3 ta 4 ta tilni bilgan. Ya'ni aromiy tilini, qadimgi yunon tilini, qadimgi shu lotin tilini, ya'ni Rim imperiyasini tilini va o'zini shu xalqini tili ibroniy tilini. Kitob haqida so'ragandilar. Kitob
Yo'qordim u izohni shu grek tilida gapiradigan xalq ular butga sig'ingan. Va birinchi o'zi Iso Masihni Injili shular o'romiy tilda bo'lgan, yo'qolib ketgan. Keyin shu butga sig'ingan xalqlar grek tilida yozgan deb yozyaptilar. Ya'ni bu izoh shaxsiy ularni nima deydi, fantaziyasi. Nimaga aynan xushxabarlar qadimgi Yunon tilida, ya'ni grek tilida yozilgan? Biz bilamiz, ya'ni bizani eramizdan oldin, adashsam to'g'rilab oling, menimcha 4-asrda Aleksandr Makedonskiy, ya'ni o'zbekchada Iskandar Zulqaynar deyiladimi? Ya'ni Iskandar Zulqaynar judayam ko'p joylarni bosib olgan va bosib olishi orqali shu qadimgi Yunonlarni madaniyati, tili o'sha xalqlarga ta'sir o'tkazishni boshlagan. Va o'sha davrda, ya'ni qadimgi Yunon tili, grek tili juda ham ko'p xalqlar uchun xuddi bir ikkinchi tildagi gap bo'lgan. Ya'ni buni o'zimizni anaqamizda ham misol qilib tutsak bo'ladi. Misol uchun bizda O'zbekistonda ko'pchilik o'zbekchada gaplashadi va shu paytni o'zida ruschada gaplashadi. Nimaga? Chunki biz tarixdan bilamiz, ya'ni bir paytlar shu da ya'ni bosib olingan bizlarning joylarimiz va albatta bosib olingandan keyin o'sha bosib olgan xalqni tili, madaniyati, urf-odati, qanaqadir qonun-qoidalari albatta ta'sir qilishni boshlaydi. Bunga o'xshab, ya'ni boya aytib o'tganimizdek, shu bizning eramizdan oldingi 4-asrda shu Aleksandr Makedonskiy juda ham ko'p yurtlarni bosib olgan va shu tufayli shu yurtlarda, ya'ni qadimgi Yunon tili oddiy insonlarni bir-biri bilan gaplashadigan tiliga aylandi. Va xabarni aynan qadimgi Yunon tilida yozilishining sabablari ham shuki, ya'ni nafaqat kichkina qanaqadir guruh odamlar o'qisin, nafaqat qanaqadir kichkina guruh odamlar eshitsin, balki butun shu o'lkada yashayotgan odamlar xushxabarni eshitsin, xushxabarni o'qisin degan ma'noda qadimgi Yunon tilida yozilgan. Tushunarli. Yana bitta izohni o'qiyman. Buni Yaha adashmasam 36:03 yozibdilar. Sanlarni qiyomatda alamli azob kutyapti. Tezda tavba qil, joning chiqmasdan oldin. Bilasizmi, men bunaqa izohlarni o'qiganimda ozgina menga kulgu keladi. Chunki shunga o'xshash izohlar juda ham ko'p. To'g'ri. Va bilasizmi, kulgili tarafi nimadan iborat? Ya'ni bu odamlar shunaqa gapirishadi, xuddiki bir borib hamma narsani ko'rib kelgandek. Ya'ni ular shunchalik aminlik bilan gapirishadiki, xuddi ular bo'lmab ketgan kirishni 100% bilishadi. Ya'ni borib o'tib уже oldindan bilib kelishgan, kim kiradi, kim kirmaydi, kim jahannamda bo'ladi, kim jahannamda bo'lmaydi. Shuning uchun men uchun shaxsan bu juda ham kulgili izoh. Ya'ni bu odam ertaga hayotida nima bo'lishini bilmaydi, agar ochiqroq gapiradigan bo'lsak. Lekin shu paytni o'zida bu odam ertaga nima deydi, qanaqadir yillar, asrlar o'tgandan keyin nima bo'lishini oldindan tasdiqlamoqda. Shu yerda shu izohga qo'shimcha qilib, umuman o'zi muqaddas kitobda, masihiylikda tavbaga, jannat va do'zaxga tegishli qanaqa tushunchalar, g'oyalar bor? Faqat ozgina aytib keta olasizmi? Tavba qilinglar deyapti. Nima masihiylikda o'zi tavba qilish masalan qanaqa tushuniladi? Qanaqa odam tavba qilishi mumkin? Nima manfaat bor tavba qilishdan? Shu narsalar haqida ozgina o'z fikringizni bildirsangiz. Endi bu katta mavzu. Qisqa qilib gapiradigan bo'lsak, masihiylikdagi tavba tushunchasi shundan iboratki, ya'ni birinchi o'rinda inson xabarni eshitganda tavba qilish tushunchasi bor. Bu ya'ni birinchi pog'ona hisoblanadi. Misol uchun, men Iso Masih haqida eshitmaganman. Men hayotimda hali xushxabar eshitmaganman.
Lekin biron bir inson keldi va menga xabarni aytyapti. Bilasanmi, 2000 yil oldin yer yuziga Xudo tarafidan yuborilgan najotkor Iso Masih keldi. Mhm. Va Iso Masih butun insoniyatni gunohi uchun qochda azob chekib o'ldi. Va shu paytni o'zida o'sha insonni gunohlarini oqlash uchun u qayta tirildi deb menga xabarni yetkazsa, menda erkin iroda bor. Men bu xabarni inkor qilishim mumkin yoki bo'lmasa men bu xabarni qabul qilishim mumkin. Agar bu xabarni men qabul qilsam, men tavba ibodatini qilaman. Ya'ni tavba ibodati nimadan iborat? Ya'ni qisqacha qilib aytganda, Xudoyim, shu paytgacha men o'zimni hayotim bilan, o'zimni xohishlarim bilan, o'zim bilganimcha yashab keldim. Lekin mana men bugun eshitdimki, sen bergan qurbonlik bor ekan. Va shu xushxabarga ko'ra, kim sen bergan qurbonlikni qabul qilsa, sen va'da beribsan, men u insonni kechiraman deb. Va shu so'zlarga asoslangan holda bugun men tavba qilaman va hayotimni senga bag'ishlayman. Ya'ni masihiylikda tavba so'zini asosiy mohiyati bu insonni 180 gradusga o'zgarishi. Ya'ni masihiylikda tavbani asosiy ma'nosi shundan iboratki, misol uchun men masjiddan oldin bitta tarafga ketayotgan bo'lsam, endi masjidni tanib bilganimdan keyin, masjidni Rabbim va najotkorim deb qabul qilganimdan keyin, tavba qilganimdan keyin men endi tom qarama-qarshi tarafga qarab ketaman. Ya'ni tavba bu nafaqat siz noto'g'ri ish qilganingizni tan olish, balki shu noto'g'ri itdan, gunoh itdan yuz o'girish. Albatta, ya'ni biz muqaddas kitobda o'qiymiz, esingizda bo'lsa, Yahyo to'ndiruvchi odamlarni tavbaga chaqirgan va u yerda u shunaqa ajoyib so'zlarni yuklatyapti. Ya'ni tavbanglarni hosilini keltiringlar. Men biron bir ishni qilsam, voy tavba qildim, kechir meni deb ertaga yana shu ishimni davom ettirib, yana kechir desam, 200 kilometrdan farqim yo'q. Lekin Yahyo shu so'zlarni yozyaptiki, ya'ni shu so'zlarni aytyapti, tavbanglarni hosilini keltiringlar. Bu nima degani? Ya'ni men tavba qildimmi, albatta buni hosili bo'lishi kerak. Ya'ni tavbam quruq gap bo'lishi kerak emas. Misol uchun, men so'kyapman. Lekin masjidni Rabbim najotkorim deb qabul qilganimdan keyin Xudoni oldida shu so'kkan so'zlarim uchun tavba qildim, Xudodan so'radim, Xudoyim, meni shu ketgan so'zlardan ozod qildi. Va shu soatdan boshlab endi men harakat qilaman, og'zimdan har xil bo'lar bo'lmas so'zlarni gapirmaslikka. Ya'ni o'zimni tilimni boshqarishga, ya'ni tilimni harakat qilaman jilovlashga. Qanchalik og'ir vaziyat bo'lmasin, qanchalik qiyin vaziyat bo'lmasin, men Xudoni oldida tavba qildim va men harakat qilaman tilimga erk bermaslikka. Mana shu tavbani hosili. Amin. Amin. Rahmat javobingiz uchun. Bu hozir o'qigan izohlarimizni hammasi Instagramdan edi. Keling bitta Telegramga ham qaraymiz. Va Telegramga bizga oldingi efirimizda murojaat qilgan King yozibdilar. Salom. Salom King, xayrli kech. Mana oldingi safargi savolim, shohlarmi hokimiyatlarni Xudo qo'yadi va unga hamma itoat qilishi haqidagi savolim. Har bir inson yuqori hokimiyatlarga bo'ysunsin, chunki Xudodan bo'lmagan hokimiyat yo'q. Mavjud hokimiyatlar esa Xudo tomonidan o'rnatilgandir. Buning uchun hokimiyatga qarshi chiqqan kishi Xudoning tartibiga qarshi chiqqan bo'ladi. Ya'ni kimchi menga o'xshagan shohlarga qarshi chiqmasdan yashash kerak ekan sizlarni talqininglarda. Agar men adashmayotgan bo'lsam, bular Rimliklar maktubi 13-bob haqida gapiryaptilar. Hamma tinglovchilarga tushunarli bo'lishi uchun keling men shu 4 oyatni o'qib beraman. Demak, Havariy Pavlus Rimliklar maktubi 13-bobda shunaqa so'zlarni yozyapti. Har bir inson o'zining ustidan hukmron bo'lgan hokimiyatga bo'ysunsin. Chunki Xudo buyurmagan hokimiyat yo'q. Mavjud bo'lgan har bir hokimiyatni esa
Xudo tayin etgan. Shuning uchun hokimiyatga qattiqlik ko'rsatgan odam Xudo o'rnatgan tartibga qarshi chiqqan bo'ladi. Qattiqlik qiluvchilar esa o'zlarini o'zlari hukmga duchor qiladilar. Yaxshilik qilganlar emas, yomonlik qilganlar hukmronlardan qo'rqishlari kerak. Hokimiyatdan qo'rqmaslikni istaysanmi, unda yaxshilik qilib yur. Shunda boshliqning maqtoviga sazovor bo'lasan, chunki boshliqlar odamlarning manfaati uchun Xudoning xizmatidadirlar. Yomon ish qilayotgan bo'lsang, qo'rqqin, chunki jazo berish qudrati boshliqlarga bekorga berilmagan. Ular Xudoning xizmatkorlari bo'lib, yomonlik qiluvchilarga jazo beradilar, Xudoning g'azabini amalga oshiradilar. Yana bitta oyatni qo'shib o'qiyman. 5-oyat. Shuning uchun faqatgina g'azabga duchor bo'lmaslik niyatida emas, balki vijdon farqi ham boshliqlarga bo'ysunish kerak. Amin. Qanaqa izoh bera olasiz bu oyatlarga va keyingi savollariga? Endi bu savolga keladigan bo'lsak, avvalambor hozirgi maktubdan o'qilayotgan oyatlaringiz bu bunaqa hukmdorlik haqida yozyapti. Ya'ni balans bo'lgan. Ya'ni qanaqa buni o'zbekchada gapirsa bo'ladi? Misol uchun kimdir qanaqadir o'zini kuchi orqali hokimiyatga kelib, xohlagan irodasini, ya'ni xohlagan ishini amalga oshirishi mumkin. Bu bitta tarafi. Bor shunaqa hokimiyatlar, ya'ni hokimiyatni o'zi o'rnatilgan qanaqadir qonun qoidalarga bo'ysunadi. Misol uchun agar O'zbekistonimizni oladigan bo'lsak, bizda konstitutsiya bor va bu konstitutsiyaga barcha hokimiyatni o'zi ham bo'ysunadi. Xudoga shukr, biz bugun shunaqa davlatda yashaymiz va meni juda ham quvontiradi. Ya'ni kundan kunga bizda har taraflama bo'lyapti, rivojlanish bo'lyapti va qonunlar ham Xudoga shukr kundan kunga ishlashni boshlayapti va biz bilamiz, ya'ni bu qonun har qanaqa amaldorga ham nisbatan ishlaydi. Mana shunaqa hokimiyat haqida gap ketyapti. Lekin shunaqa hokimiyatlar bor, qaysiki u Xudoni tartibiga bo'ysunmasdan, o'zini qanaqadir xohishi bilan, o'zini qanaqadir aloqalari bilan, o'zini qanaqadir kuchlari bilan bu yuqoridagi hokimiyatni egallab olgan bo'lishi mumkin va u xohlagan ishini qilayotgan bo'lishi mumkin. Albatta, ya'ni Xudo bizga aql idrok bergan, donolik bergan va biza u yuqoridagi, ya'ni hokimiyatni qilayotgan ishiga qarab unga baho beramiz. Agar yuqoridan o'rnatilgan hokimiyat sizni to'g'ri yo'lga yo'naltirayotgan bo'lsa, misol uchun O'zbekiston miqyosida olaylik. Ya'ni bizda men o'ylayman, har bir o'rnatilgan hokimiyat, har bir o'rnatilgan qonun, ya'ni avvalambor insonlarning manfaati uchun. Misol uchun o'g'irlik qilma, qamalmaysan. Narkotik iste'mol qilma, har taraflama senga yaxshi bo'ladi. Yoki bo'lmasa, oddiy misol, ko'chada yurganingda shu yo'l qoidalarini buzma va senga muammo bo'lmaydi, ya'ni shtraf to'lamaysan yoki bo'lmasa mashinangni urib olmaysan yoki odamni urib olmaysan yoki o'zing qanaqadir bir og'ir ahvolga tushmaysan. Ya'ni shu o'rnatilgan hokimiyatlar, qonun qoidalar faqat insonning manfaati uchun. Aynan shu ma'noda Havoriy Pavlus, ya'ni shunaqa qonun qoidalarga, shunaqa hokimiyatlarga bo'ysunishni buyuryapti. O'zi biz umuman muqaddas kitobga qaraydigan bo'lsak, ko'p vaziyatlarga, hayotimizdagi ko'p sohalarga muqaddas kitob qadamma-qadam, nuqta-yu virguligacha qanaqa yo'l tutish haqida gapirmaydi. Muqaddas kitob bizga qanaqadir umumiy tamoyillarni, umumiy qoidalarni, prinsiplarni gapiradi-da. va bu yerda ham men nazarimda gap aynan har bitta
diktator bo'ladimi, yovuz inson bo'ladimi, unga bo'ysunish haqida gap ketmayapti. Chunki biz o'zi umuman muqaddas kitobni, ilohiyatshunosligini ko'radigan bo'lsak, biz bilamizki, har qanaqa yovuzlikka Xudo qarshi va agar ma'lum bir sizdan yuqorida turgan inson deylik, sizni yovuzlikka undayotgan bo'lsa, xuddi o'tgan safar aytganimizdek, havoriylarni gapi, men bunga ko'proq quloq solishim kerak eslaganman yoki Xudogami. Lekin umuman biza hokimiyatni bir institut sifatida, tizim sifatida ko'radigan bo'lsak, unga albatta biz bo'ysunishimiz kerak. Oddiy misol, bizada oldin O'zbekistonda shaharning ichida 70 tezlikda yo'lka bo'lardi va judayam avariyalar holati ko'paygandan keyin, ko'p piyodalar o'lishni boshlagandan keyin 60 ga yurishdi. Juda noqulay. Probkalar ancha ko'paydi. Keyin o'zi endi 60 mani nazarimda sal sekinroqda. Lekin qoida o'rnatildimi, biz shu davlatda yashar ekanmiz, biz shu davlatni ko'chalarida yurishni xohlar ekanmiz, biz majburmiz unga bo'ysunishga. Yo'q, menga bu yoqmayapti, mani nazarimda masalan 70 yoki 80 yursa ham bo'ladi, men yaxshi haydayman, bu xavfsiz deb men unaqa qilolmayman. Ya'ni men shu tizim yoki shu hokimiyat instituti o'rnatgan ma'lum bir qoidalarga bo'ysunishga majburman. Menimcha ko'proq mani nazarimda shu narsalar haqida gap ketmoqda kerak. Bildirdik, ya'ni qanaqadir bu yerda qanaqadir haqida emas, qanaqadir olingan hokimiyat haqida emas, ya'ni normal bir davlatdagi hokimiyat, qonun qoida nazorat qilyapti. Bular yana yozyaptilar. Farqi yo'q. O'zi bo'ladimi, boshqa qo'yadimi? Oyatda Xudodan bo'lmagan hokimiyat yo'q deb aniq yozilgan. Iltimos O'zbekiston bilan misol qilmang, Shimoliy Koreya bilan misol qiling. Axir Xudodan bo'lmagan hokimiyat yo'q deyilgan-ku, hamma hokimiyatga bo'ysunsin deyilgan, yomon hokimiyat bo'lsa bo'ysunmang deyilmagan. Endi bu men O'zbekistonni misol keltirayotganim, masalan, to'g'risini aytaman, Shimoliy Koreyada qanaqa tezlikda yurish kerakligini bilmayman-da, lekin bu umumiy bir qoidani, prinsipni ko'rish uchun. Lekin men aytgan bo'lardim, mani nazarimda qanchalik men muqaddas kitobni tushunsam, masalan, inson Shimoliy Koreyada yashayapti va men bilmayman Shimoliy Koreyani qonunchiligi bilan deyarli tanishmasman. Lekin balki, hozir bilmadim, fantaziya qilamiz, ma'lum bir mavzularni o'rganish, ma'lum bir sohaga, balki u sohada o'rganish deylik taqiqlangan. Masalan, institutda bizada bor sohalar ularda yo'q bo'lishi mumkin-da. Endi Shimoliy Koreya fuqarosi sifatida majburmiz shu narsaga bo'ysunishga, to'g'rimi? Biza masalan bunt ko'tara olmaymiz, e'tiroz qila olmaymiz, bu bitta tarafdan. Ikkinchi tomondan agar yovuzlik haqida gapiradigan bo'lsak, yana bular kommentatoriyada yana yozyaptilar, hamma hokimiyat deyilgan, yaxshiyam, yomonam hammasi. Men yana bir marta o'qiyman. Har bir inson o'zining ustidan hukmron bo'lgan hokimiyatga bo'ysunsin, chunki Xudo buyurmagan hokimiyat yo'q. Ya'ni qanchalik bu oyat bizaga har bir hukmdor yovuz bo'ladimi, ezgu, yaxshi bo'ladimi, u Xudoni xohishi bilan shu hokimiyatda o'tirganligi haqida gapiradi bizga bu oyat. Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, ya'ni har bir narsaga avvalambor Xudo yo'l qo'yib beradi va bilasizmi, yana bitta shunaqa fikr bor, balki muqaddas kitobda bu haqida to'g'ridan to'g'ri yozilmagandir, lekin shunga o'xshash bir ma'noni beradigan fikr bor. Ya'ni xalq qanaqa bo'lsa, hokimiyatga xalqqa yarasha inson keladi deb gapiriladi, ya'ni shunaqa fikri bor. Bor shunaqa gap. Bu bitta tarafidan, ya'ni xalqni holatiga qarab, xalqni bu nima deydi, o'zini tutishiga qarab qaysidir ma'noda Xudo, men o'ylayman, unaqa odamni, ya'ni xalqqa mos bo'lgan odamni hukmdor qiladi. Ya'ni hukmdor bo'lishiga yo'l ochib beradi. Mana Shimoliy Koreya haqida gapiradigan bo'lsak, mana masalan shu Shimoliy Koreyani prezidentiga bo'ysunishni
nimasini siz, aytaylik, ostiga qo'yyapsiz yoki nimasini noto'g'ri deyapsiz. To'g'ri, ularni qonunchiligi bizdan juda farq qiladi. Men hozir komentatorga murojaat qilyapman. Lekin shu bilan birga, masalan, biz bilamiz, ko'p vaziyatlar bor. Shimoliy Koreyadan bu rejimdan qochgan odamlar borda, o'zini hayotini, yaqinlarini, hayotini xavf ostiga qo'yib qochganlar bor va albatta Xudo bunaqaga qarshi emas. Ya'ni biron bir narsa senga ma'qul emasmi? Sizda imkoniyat bor, sizda erkinlik bor. Bu rejimdan chiqib ketishga yoki yashash joyingizni, fuqaroligingizni o'zgartirishga. Bu tomondan. Sizlar oddiy yozilgan oyatni buzib talqin qilyapsizlar deyaptilar. Aynan nimani buzyapmiz? Chunki siz hozir Shimoliy Koreya haqida gapiryapsiz. Demak, biz aytyapmiz, davlat miqyosida o'rnatilgan qanaqadir qonunlarga odam bo'ysunishi kerak. Ya'ni bundan tashqari yoki bularni savoli Xudoni irodasimi shunaqa diktatorskiy rejim bo'lish, balki shu haqida bular gapirayotgandirlar. Chunki rimliklarga asosan bular aytyaptilarki, har bitta hokimiyat Xudo tomonidan qo'yilgan bu. Endi ochig'ini agar aytadigan bo'lsak, biz bu narsani oxirigacha yetib borishimiz, ya'ni oxirigacha bilishimiz men o'ylayman imkonsiz. Lekin men o'ylayman muammo kelib chiqaradi agar biza qanaqadir bitta so'zga, qanaqadir bitta oyatga yopilib olsak. Chunki biz bilamiz, ya'ni kalom talqin qiladi va kalomni talqin qilayotganda kamida bir nechta oyatlardan foydalanadi. Ya'ni biron bir oyatga asoslanib qanaqadir shakllanmaydi, ya'ni chiqarilmaydi. Ya'ni masihiylik ilohiyatshunosligida shunaqa prinsip bor, ya'ni biron bir g'oyani ilgari surish uchun kamida bitta ya'ni shu g'oyani, shu fikrni tasdiqlash kerak. Kamida 5-6 ta oyat. Shuning uchun agar bizni bitta qanaqadir so'zga yoki bitta qanaqadir oyatga yopib olib bu fikrni ilgari suradigan bo'lsak, menimcha bu yerdagi muammolarga olib keladi. Misol uchun undan tashqari yana shunaqa narsa bor. Misol uchun biz maktublarda o'qiymiz, Havoriy Pavlusni Korinf jamoatiga yozgan so'zlarini. Lekin aynan shu Korinf jamoatiga tegishli so'zlar boshqa jamoatlarga nisbatan ya'ni aktual hisoblanmagan. Ya'ni aynan Havoriy Pavlusni so'zi aynan Korinf jamoatiga tegishli bo'lgan. Misol uchun shu ayollarni ro'mol o'rash masalasi yoki bo'lmasa erkaklar boshiga paxtadan yasalgan shunaqa narsalarni kiyib yurishi. Ya'ni Korinf jamoatida bu muammo bo'lgan va Havoriy Pavlusning so'zlari aynan Korinf jamoatiga tegishli. Shunga o'xshab, ya'ni biz ko'ryapmiz, ya'ni Havoriy Pavlus bu so'zlarni Rimdagi masihiy jamoatlariga yo'naltiryapti. Lekin endi bu so'zga yopishib olib, boshqa kalom bu haqida nima fikr bildiradi, nima gapirishini o'rganmasdan, ya'ni shu metod garmonizatsiya deydi, shu ya'ni garmonizatsiya metodidan foydalanmasdan bitta so'zni yopib bunaqada takrorlayversak, menimcha qiyin bo'ladi. Unda qarang, hurmatli kommentator, siz aytyapsiz, bitta oyatda nimadir mumkin, yana bittasi mumkin emas deyilishi mumkinmi? Unda Bibliya o'ziga o'zi qarshi chiqadi-ku deb. Yo'q, gap bu haqida ketmayapti. Ya'ni biz aytayotgan narsamiz, hozir mana shu rimliklarga maktubidan o'qigan oyatlarimiz, demak biz aytdikki, o'z fikrimizni umumiy qonunchilik tizimiga, ma'lum bir davlatda o'rnatilgan qonuniyatga, o'sha institut правительства deymiz, ya'ni o'shanga bo'ysunish haqida gapiryapti-da. Ya'ni bu yerda bu oyatlarni biz e'tibor bilan o'qiydigan bo'lsak, bu yerda umuman qanaqadir yovuzlik haqida, boshqa narsa haqida, ya'ni biz yovuzlik qilishimiz kerakligi haqida gap ketmayapti. Keling, biroz tarixga qaytamiz. Biz eski ahdda Ibroniylar, ya'ni Isroil xalqi Misrda bo'lgan davri.
Misrdagi rejim, hatto bugungi Shimoliy Koreyadagi rejimdan ancha strogiroq, bir жестокий bo'lganda ancha. Va biza ko'ryapmiz Xudo Isroil xalqini Misrdan olib chiqib ketganini va Fir'avnni qanaqa jazo qilganini, to'g'rimi? Agar kim bu hikoya bilan tanish bo'lmasa, chiqish kitobini o'qib chiqishingiz mumkin. O'ta batafsil yozilgan. Ya'ni man o'ylayman, mana bu hikoyaga biz nazar tashlaydigan bo'lsak, bu ham bizga ko'rsatib beradi Xudoni diktaturaga nisbatan bo'lgan munosabatini bitta tarafdan. Ikkinchi tomondan bular hozir muqaddas kitobni 2-3 ta joyini o'qish kerak deyotganlar, o'zi umuman muqaddas kitobni o'rganayotganda shunaqa qoida bor. Hech qachon bitta oyat kontekstdan uzilib olib talqin qilinmaydi va hech qachon bitta oyat butun muqaddas kitobni ta'limotidan tashqarida talqin qilinmaydi. Ya'ni har bitta oyatni tushunishimiz uchun, har bitta oyatni biz talqin qilishimiz uchun o'zi umuman muqaddas kitobni ruhi qanaqa, muqaddas kitobni umumiy ta'limoti qanaqa, o'zi umuman muqaddas kitob bizaga Xudoni tabiatini, Xudoni insoniyat bilan bo'lgan munosabatini qaysi tarafdan ochib beradi? Biz avvalambor buni o'rganishimiz kerak. Chunki haqiqatan siz bitta narsada to'g'ri aytyapsiz, hurmatli kommentator. Agar biz har bitta oyatni faqat shu oyatni alohida o'rganadigan bo'lsak, yolg'on ta'limotga kirib ketish xavfi juda ham katta va bugun dunyoda yolg'on ta'limotlar ko'pligini sabablaridan bittasi ham shu. Keyin yana bitta narsani nazarda tutib o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni Martin Lutherning shunaqa ajoyib so'zlari bordi. U aytadiki, ya'ni muqaddas kitob deydi, bir paytni o'zida ham tarixiy kitob va bugungi kitob deydi-da. Bu bugungi vaziyat uchun dolzarb. Da, ya'ni qaysidir ma'noda qayerdadir u tarixiy narsalar haqida gapiradi. Lekin shu paytni o'zida u bugungi hayotda ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu uchun ya'ni shunaqa kengroq qarash biza kalomni yanada chuqurroq tushunishimizga yordam beradi. Amin. Katta rahmat aziz tinglovchilar. Afsuski, jonli efirga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Ham Instagram, ham Telegram orqali bizani tinglagan tinglovchilarga rahmat va alohida izohlar qoldirgan, bu jonli efirda ishtirok etgan tinglovchilarga katta rahmat. Men umid qilaman, hali keyingi jonli efirlarda bizada yana batafsilroq gaplashishga imkoniyat bo'ladi. Biz harakat qilamiz balki aynan ma'lum bir mavzularni yoritishga ko'proq jonli efirda. Agar ma'lum bir mavzuda suhbatlashishni yoki uni muhokama qilishni xohlasanglar, kommentariylarda yozib qoldirishlar mumkin. Biz har hafta bitta mavzuni tanlab yoritishga harakat qilamiz. Sizlarni hammanglarga xayrli tun tilaymiz. Umid qilaman, oldinda kelayotgan hafta sizlarga juda ham ko'p xursandchilik, marhamat, baraka olib keladi. Xudo sizlarga yaxshi uyqular, orom baxsh uyqular bersin. Yaxshi dam olinglar. Hammaga Xudo yor bo'lsin.